Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yoshlar telekanalida Rostdan ayting tok shousi. Bugungi mavzuyimiz konvertdagi ish haqqi sabablari va oqibatlari haqida gaplashamiz. Avvalo, tomoshabinlarimiz uchun aynan konvertdagi ish haqqi qanday ish haqqi ekanligini tushuntirib o'tsanglar. Shu konvert usulida ish haqqi to'lash bugungi kunda shu xufiyona iqtisodiyotning eng nima edi boshlang'ich qismi hisoblanadi. Hamma narsa o'zi shundan boshlanadi. Ya'ni keyin bu buxgalteriya balansida yoki hisobotlarda, soliq hisobotlarida aks ettirmaslik shu xufiyona iqtisodiyotning boshlang'ich qismi hisoblanadi. Agar men o'ylaymanki, bu narsani shu boshidan jilolay olsak, shu konvert usulida ish haqqini to'lashni qisqartirib olsak, men o'ylaymanki, iqtisodiyotimiz bundan ham rivojlanib ketadi. Bizda har qanday mavzuda, har qanday sohada ko'rsatuv qilgan bo'lsak, raqamlashtirishga o'tdik, raqamlashtirishga to'liq o'tyapmiz degan gaplar bo'lyapti. Aynan raqamlashtirish sistemasi bu kompyuterlashtirilgan. Biz buni nazorat qila olmaymizmi? Ya'ni kompyuter orqali. Albatta, hozirgi kunda ishchilarni shu rasmiy ravishda ishga qabul qilmasdan turib ishlatib, konvert usulida oylik ish haqlari to'lanish tartibida hozir soliq organlari bilan shu kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligi xodimlari monitoring olib boradi. Bu holatda bizada shu mehnat daftarchalarini elektron tartibda yuritish, ya'ni yagona milliy mehnat tizimi idoralar dasturi bor. O'sha har bir xodimni ishga kirgan ishchilarni o'sha yerga rasmiylashtirib boradi. O'z-o'zidan bu ro'yxat ko'taradi. Ro'yxatdan o'tkazadi. Yashirin iqtisodiyotda o'sha yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishimizda yoki bo'lmasa o'sha korxona muassasa tashkilotlar tomonidan o'sha xodimlarni ishga qabul qilmasdan konvert usulida to'lanishida bu o'z aksini topmaydi. Shuni bartaraf qilish maqsadida, misol uchun qurilish tashkilotlarida hozir tender asosida o'sha qilinadi. Ya'ni o'sha tenderdan o'tganda birinchi navbatda o'sha ishchi xodimlar 20 tadan oshiq ishchi xodimlari bo'lishi kerak bo'ladi. U aslida 20 ta xodim bo'ladi. To'lov masalasi, bu soliqda ko'rinadigan to'lov masalasi ishchi xodimlariga bitta yoki ikkita odamga to'laydi, bu yerdagi xodimlarga rasman to'lov. O'sha narsa bu yerdagi qog'ozdagi ishchi xodimlar bilan to'lovdagi bir-biri bilan tafovut bo'lgandan keyin o'sha holatlarni biz nazorat qilamiz va tegishli tartibda qonun buzilish holati yo'l qo'yilgan bo'lsa, o'sha xodimlarni rasmiylashtirish chorasini ko'ramiz hamda tegishli tartibda ma'muriy ta'sir chorasi qo'llaymiz. Avvalgi soliq tizimigami yo bugungi soliq tizimigami odamlarda yoki ish beruvchilarda u darajada ishonch yo'q menimcha, yoki bo'lmasam huquqlarini bilishmaydi. Haligi konvertni berayotgan ham, konvertni olayotgan ham ertaga qaysidir ma'noda o'ziga zarar qilishi ehtimoli borligini o'zida, ya'ni bilim jihatdan bilmaydi. Lekin aynan keltiriladigan zarar yoki ularga kelayotgan foyda nimada? Demak, bu masala bo'yicha gapiradigan bo'lsak, birinchi o'chirda hozir ekspertimiz qurilish tashkilotini misol keltirib o'tdilar. Agar xodim ishga qabul qilish jarayonida u bilan mehnat shartnomasi tuzilmasa yoki bo'lmasa u bilan demak yagona mehnat milliy tizimi orqali xodimni ishga qabul qilish elektronik amalga oshirilmasa, demak ish beruvchi bilan xodim o'rtasida o'z-o'zidan og'zaki shartnomaga, og'zaki kelishuvga asosan ishni bajarish va ishni topshirish masalasi yuzaga keladi. Bunda kimga foyda, kimga zarar? Bunda birinchi o'chirda xodimga, ya'ni ishlayman deb kelgan fuqaroga zarar bo'lib qolishi mumkin. Sababi unda mehnatga oid kafolatlar umuman ta'minlanmagan bo'ladi. Birinchi navbatda demak ish beruvchi tomonidan xodimga yaratilishi kerak bo'lgan xavfsiz mehnat sharoitlari qurilish jarayonida yoki bo'lmasam qurilish jarayonida kerak bo'ladigan shaxsiy himoya vositalari bilan to'liq ta'minlanmasligi yoki ta'minlanish darajasi foizi juda ham pastligi. Agar xudo ko'rsatmasin qanaqadir ish o'sha xodim bilan yoki fuqaro bilan bahs hosil sodir bo'lib qolsa, demak unga to'lab berilishi kerak bo'lgan kompensatsiya pullari va asosiysi vafot etsa, uni qaramog'ida bo'lgan ayoli yoki demak farzandlari uchun muntazam ravishda to'lanishi kerak bo'lgan yoki bir yo'la to'lab beriladigan kompensatsiya pullari to'lanishi, kompensatsiya pullarini ish beruvchi tomonidan to'lab berilishi ehtimoliy darajasi juda ham pasayib ketadi. Deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Sababi nimaga? Chunki ish beruvchi bilan fuqaro o'rtasida mehnat shartnomasi tuzilmagan, hech qanaqa qonuniy kuchga ega emas. Lekin davlatimiz tomonidan xuddi shu narsalarni demak oldini olish maqsadida
yaqinda demak kuchga kirgan yangi mehnat kodeksida bu narsalarga aniq to'xtalib o'tilgan. Hattoki og'zaki mehnat shartnomasi tuzilgan vaqtida ham ish beruvchi bilan xodim o'rtasida qanaqadir ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lgan taqdirda, demak, Davlat mehnat inspeksiyasi xodimlari tomonidan ushbu jarayon o'rganilib, maxsus tekshirish jarayonlari amalga oshirilib, demak, xodimga o'sha fuqaroga kompensatsiya pullarini maksimal darajada undirib berib, uni qaramog'ida bo'lgan demak, ayol yoki farzandlariga ushbu summalarni undirib berish masalalari maksimal darajada ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari yana bitta narsa ekspertimiz gapirib o'tdilarki, demak, mehnat shartnomasi tuzilmadimi? Demak, bu o'z-o'zidan haligi konvert usulida oylik maosh berish, demak, ish beruvchini soliqdan qochishi, davlatga soliq daromadlarini to'lamaslik. Faqat ish beruvchi emas, oluvchi ham. Oluvchi ham xuddi shunaqa. Oluvchi ham o'zini demak qilgan daromadidan belgilangan tartibda daromad solig'ini to'lamasdan ish beruvchi ham, demak, xodim ham o'zi bilgan yoki bilmagan holatda davlatga iqtisodiy jihatdan minimal yoki maksimal darajada zarar yetkazib qo'yadi. Bu o'ziga qilinadigan zarardan tashqari. O'ziga qilinadigan zarardan tashqari. Ham xodim zarar ko'radi. Ayrim vaqtlarda nima demak, mehnat shartnomasi tuzilmadimi, xohlaymizmi, yo'qmi? Demak, davlatga soliq tushumini tushirmaslik natijasida bu yerda o'z-o'zidan qonun buzilishi ham sodir bo'ladi. Demak, har tomonlama zarar ekan, davlat byudjetiga zarar. Xuddi shunaqa. Ish beruvchiga zarar, xodimning o'ziga ham zarar. Yana bir narsani aytish esingizdan chiqdi. Agar bu firma bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, qurilish bo'ladimi? Yana bitta narsa bor. Bu to'g'rimi, yo'qmi tasdiqlab berasizlar. Tushunsanglar, aynan ish beruvchi konvert orqali gaplashdi, ro'yxatdan o'tkazilmagan va shu alfozda davom etyapti. 2 oy, 3 oy oylik to'landi va u yog'iga va'da berib keyin beramiz deb 6 oy, 7 oy oylik olmagan odam davlat himoyasida bo'la olmaydi ham. To'g'rimi? Davlat uni himoya qila olmaydi ro'yxatda bo'lmagandan keyin. Shu haqida ham batafsil gapirib o'ting. Tomoshabinlarimiz uchun aynan mana shu nuqtada e'tibor berishni so'ragan bo'lardim. Ro'yxatga o'tmasdan qonuniy oylik olmagan odamlar kelajakda mabodo oylik olinmasa, davlat himoya qilib bera olmaydi. Mana bizga hozir kelib tushayotgan, mehnat inspeksiyasiga kelib tushayotgan murojaatlarning asosiy qismi oylik maoshini ololmayotgan fuqarolar va xodimlar hisoblanadi. Mehnat shartnomasi tuzgan xodimlar bilan ish beruvchi o'rtasidagi, demak, oylik maoshini berish yoki olish uncha muammo bo'lmaydi. Lekin og'zaki ravishda tuzilgan kelishuv orqali ishlagan xodim bilan ish beruvchi o'rtasida aytganingizdek va'da qilib 1-2 oylik ish haqini beradida, keyingilarini hozir shotimda pulim yo'q, hisob raqamimda pulim yo'q, pul bo'lsa beraman deydida, 1-2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, demak, bu narsa cho'zilib yuradi. Demak, nima qiladi? Keyin xodim fuqaro to'g'ridan to'g'ri bizga keyin murojaat qiladi yoki ishonch telefonlari orqali murojaat qilishni boshlaydi-da. Demak, biz bu natijada nima qilamiz? Guvohlar topishga harakat qilamiz. Chunki agar ish beruvchi men bu xodimni tanimayman, men bilan mehnat shartnomasi tuzmaganman, bu xodim menda ishlamagan degan Yoki berib bo'lganman. e'tirozni bildirsa, agar guvohlar bo'lmasa, bu haqiqatdan ham ushbu jarayonda ishlab o'z haqini talab qilishga qanaqadir ishonch yoki bo'lmasam isbot qilib bera olmasa, demak, bunday holatda hattoki davlat xodimlari ham qanaqadir og'ir vaziyatga tushib qoladi. O'shaning uchun fuqarolarimizdan bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Ishni boshlashdan oldin mehnat shartnomasini tuzish talab qilish kerak. Mehnat shartnomasini tuzish jarayonida yana bitta narsaga e'tibor qaratish kerak. Xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratilmaganlik masalasini ham ko'rib chiqish kerak. Demak, qonundan chetlab o'tishlik har qanday holatda ham, faqat ishdan emas, mehnatdan emas, baribir zarar keltiradi fuqaroga ham, xuddi shunaqa, davlatga ham. Xodim aytib o'tgandek, xodimlarga zarar qo'shimcha qilmoqchiman. Ijtimoiy to'lovlari, ya'ni birinchi navbatda davlatga tushiradigan to'lovlar, ya'ni uni pensiya ta'minoti uchun to'lanish kerak bo'lgan badal pullar bor. U o'tmagandan keyin unga kelgusida o'sha pensiyaga chiqish masalalari bor. U staj bo'lmaydi unda. Keyin mehnat kodeksida to'lanish lozim bo'lgan qo'shimcha imtiyoz kafolatlari bor, ya'ni mehnatga qobiliyatsizlik davrida, ya'ni banishlik bo'lgan paytda to'lanish kerak bo'lgan to'lovlari, mehnat ta'tillari degandek, ish haqi saqlanmagan ta'til, boshqa foydalanish kerak bo'lgan imtiyozlardan foydalana olmaydi. Birinchi navbat. Hozirgi kunda o'sha og'zaki mehnat shartnomasiga asosan shartnoma qilgandan keyin ish haqi masalasiga to'xtalib o'tdilar. Ish haqi masalasida agar ololmagandan keyin bizga kelib murojaat qiladigan bo'lsa, u holatda hozir aytilgan
ko'p holatda, ya'ni aksariyati sud orqali hal bo'lishga majbur bo'ladi. Sababi agar mehnat shartnomasi bo'lsa, mehnat shartnomasida u aks ettirilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha mehnat haqlari qachon to'lab berilishi, ya'ni har oyning yarmida avans, keyingi oyi 5-gacha yo 10-gacha ish haqi to'lab berilishi kerak nazarda tutilgan. U og'zaki shartnomada ishga qabul qilgan odam ham bu narsani inkor etib turadi. Ishga kirgan odam e'tirozi o'z isbotini topmaydi. Ana o'shaning uchun sudga murojaat, sudga da'vo ariza tartibida kirgizish ma'lum muddat oladi. Sababi sud ko'rib chiqish tartibi bor, sudga jo'natilish tartibi bor. Ya'ni 2 oy, 3 oy o'zi oylik olmasdan yurgan xodim yana 2 oy, 3 oyga moddiy ta'minotiga zarar yetadi. Ana sud ham ishlashi uchun, mehnat inspeksiyasi ham, soliq ham ishlashligi uchun qonuniy bo'lgani, rasmiy bo'lgani ishlashi oson bo'ladi. ya'ni mehnat kodeksida aniq 106-moddasida mehnat shartnomasi yozma tarzda tuziladi. Ya'ni 2 nusxada tuzilib, xodimga bir nusxasi taqdim qilinadi va 109-moddasida o'sha yagona milliy mehnat tizimiga kiritiladi. O'shani ish stajlari ketish masalasida. Keyin 123-moddasida tartib tamoyillari bor. Ya'ni nafaqat mehnat muhofazasi, u yerda mehnatga oid barcha holatlarni tanishtirish kerak. U majbur ish beruvchi o'sha ishga kirayotganda qaysi lavozimga ishga kiryapti, nima ish vazifani bajarish kerak, qachon ishga kelish kerak, qachon ketish kerak degan tartib tamoyillarni tushuntirish shart deb yozib qo'ygan qonunda. Fan nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, agar biz rasmiy ravishda faoliyatimiz yuritadigan bo'lsak, bu xuddiki o'zimiz uchun va kelajak uchun investitsiya deb hisoblasak bo'ladi. Masalan, norasmiy ravishda ishlash bu kelajak uchun risk. Aynan hozir bizda yoshlik vaqtimizda mehnatga qobiliyatli bo'ladigan bo'lsak, kelajakda biz mehnat qobiliyatiga ega bo'lmaganimizda biz uchun qandaydir daromad manbai bo'lishi kerak. Bu sug'urta bo'lishi kerak, ya'ni bu pensiya daromadlari. Yana qanday biz investitsiya deb qaraydigan bo'lsak bo'ladi. Ya'ni biz hozirgi davrda soliq to'laymiz. Agar biz rasmiy ravishda faoliyat yuritadigan bo'lsak, biz soliq to'laymiz. Albatta soliq bu davlat budjetiga tushadi, ya'ni budjet orqali bizda barcha sohalar, ya'ni ijtimoiy sohalar, davlat infrastrukturasi rivojlanadi. Biz shu orqali jamiyatga ham investitsiya, ham iqtisodiyotga investitsiya kiritayotgan bo'lamiz. Chunki biz faqat o'zimizni o'ylashimizga haqqimiz yo'q. Ko'chaga chiqamiz, jamiyatda yuramiz, u ham rivojlangan bo'lishi kerak. Tushunarli. Mana bu yerda bir rasmiy ma'lumot bor ekan. Xalqaro mehnat tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra 2023-yil 2 milliard odam norasmiy sektorda mehnat qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2023-yil yashirin iqtisodiyot ulushi global yalpi ichki mahsulotning 20-25% tashkil etgan. Qo'shma Shtatlar va boshqa rivojlangan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot prognozi qilgan qiymati yalpi ichki mahsulotning 10%, Yevropa ittifoqida esa 15% dan kam. Yevropa ittifoqida Ruminiya 15% bilan, Gretsiya 26,6% bilan, Bolgariya 22,7% dan, Litva 22% dan, Italiya 19,4% bilan yashirin iqtisodiyot eng yuqori ulushiga ega davlatlardir. Ya'ni soliqqa men beradigan savolim, bizdagi holat qanaqa? Aynan O'zbekistondagi holat foizlarga bo'lsak, qaysi darajada zarar keltiryapti va qaysi darajada bu narsalar nazorat qilinyapti? Va yana bir narsa bor, uni ham qo'shib ketaylik. Soliqchilarni soliqni nazorat qilishligi, bu u yig'ilgan soliqni uyga olib ketmaydi. Shuni ham tushuntirib keting. Har yili oxirida davlatimiz rahbari shu tadbirkorlar bilan yig'ilish qiladilar, keyin mana bu iqtisodiy blok bilan yig'ilish qilganda topshiriq beradilar. Iqtisodiyotda yashirin iqtisodiyot ulushini yildan yilga qisqartirish topshiriq beriladi. Misol uchun kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida misol uchun reja qo'yib beradilar. 500 mingta, 2,5 millionta ishsiz fuqarolarni ish bilan bandligini ta'minlash rejasi beriladi. Mana bugungi kunda banklar tomonidan, moliya tashkilotlari tomonidan, mehnat tashkilotlari tomonidan shunaqa reja asosida ish olib borilmoqda. Endi bitta talabni qo'ydiliki, qachon bu tan olinadi, legalizatsiya qilingan fuqaro, ya'ni bandligi ta'minlangan fuqaro tan olinadi, qachonki soliq idoralari ushbu ma'lumotni tasdiqlab bersa. Mana bugungi kunda kambag'alchilikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan bizga integratsiya asosida ro'yxat taqdim etiladi. Misol uchun 500 mingta bo'ladimi, 1 millionta bo'ladimi, ro'yxatni biz ko'rib chiqamizda haqiqatda soliq hisobotlarida aks etgan bo'lsa, ya'ni ushbu fuqaro ichki xodim sifatida ro'yxatdan o'tib, u daromad solig'i to'layotgan bo'lsagina biz uni bandligi ta'minlangan degan xulosa shakllantirib beramiz. Mana endi ularni
soliq idoralari tomonidan nima deydi tartibga solish, nazorat qilish to'g'risida gapirib o'tdingiz. Bizada mana bu 2025-yil 1-apreldan agar xabaringlar bo'lsa, prezidentimizning 78-sonli farmonlar chiqdi. U farmonga asosan soliq yo'nalishida 4 yo'nalishda nazorat tadbirlari, ya'ni sayyor soliq tekshiruvlari amaliyoti joriy qilindi. Ya'ni bu 1-apreldan. Birinchisi nima? Birinchisi bu savdo qoidalarini buzish, ya'ni onlayn kassa apparat terminal qoidalarini buzish bo'lsa, ikkinchi yo'nalish bu ishchi xodimlarni bandligini yashirish. Ya'ni shu siz aytib o'tgandingizdek, konvert usulida haq to'lash yoki jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan daromad solig'ini yashirish holati bo'yicha sayyor soliq tekshiruvlari o'tkazish boshlandi. Ya'ni 2025-yil 1-aprelda. Agarda misol uchun bir qo'pol gap bor, maqolimiz bor, xatga tushding, o'tga tushding. U qachonki faoliyatini rasmiylashtirsa, u o'ylaydiki, tadbirkor o'ylaydiki, bo'ldi, men уже ilindim, men chapga o'ngga yura olmayman, faqatgina shu qonun qoida bo'yicha yurishim kerak. Undan ko'rasa tinchgina deydi, endi men shaxsiy fikrim tinchgina yuray deydi, haligi daromad solig'idan ozod nima deydi, to'lab yurmaydi, hisobotlarni har xil hisobotlarni topshirib yurmaydi. Eng tinchgina ma'qul yo'li deydi konvert usuli, ya'ni naqd ko'rinishda to'lab keladi. Lekin bu narsa bizlarni soliq bazalarida, ya'ni axborot dasturlari shunaqa joriy qilinganki, agarda qaysidir tadbirkorlik subyekti ish haqqi fondini kamaytirsa, u riski bizlarda ko'rinadi. Yoki ishchi xodim sonini kamaytirib hisobot topshiradigan bo'lsa, u bizlarda riski ko'rinadi. Bizlarda onlayn dastur bor. Ya'ni xabaringiz bor, mahalla 5ligi bugungi kunda mahalla 7ligiga aylangan. Ya'ni uni yana bitta a'zosi soliq inspektorlari qo'shilgan, mahalla soliq inspektorlari. Ular o'zini hududidagi har bitta tadbirkorlik subyektini ishchi xodimlari, uni faoliyati, kassa apparatini to'g'ri yuritilishi, hisobotlarni o'z vaqtida topshirishi, byudjetga soliqlarni o'z vaqtida to'lashini nazorat qilib boradi. Endi xuddi shu jabhada agarda shu tadbirkorlik subyekti ish haqqi fondini kamaytirib, ya'ni belgilangan miqdordan kamaytirib ko'rsatadigan bo'lsa yoki ishchi xodimlar sonini kamaytirib hisobot beradigan bo'lsa, unda darrov ko'rinadi. Uni baholash mezonlari bor. O'sha mezonlar asosida o'sha tadbirkorlik subyekti keladi, siz kamaytirib topshiribsiz, ushbu holatni bartaraf eting degan ma'noda murojaat orqali. Demak, monitoring nazorati ham yo'q emas. Bor demak, to'g'rimi? Xo'p, hozir bir gap aytib o'tdingiz, shu bu savol hammalarga tegishli. Mahalla yettiligida soliq inspeksiyasi xizmatda yuribdi deysiz, ishonchsiz degan gapga qarshiman dedingiz, lekin bitta savol bor. Qaysidir ma'noda ba'zi bir tadbirkorlarda real hayotda ko'rganmiz. Nega kasb apparating yo'q, nega bunaqa qonuniy ishlamaysan, to'liq desa, shunaqa qilish kerakmi deydi. Demak, qaysidir ma'noda soliqni yoki mehnat vazirligidan qaysidir ma'noda huquqiy bilim berilmagandir balkim tadbirkorlarga. Yoki o'zini bilmaslikka olar, men bilmadim, lekin haqiqatdan ham soliq to'lash kerakligi, haligi chek berish kerakligi haqida ma'lumot yo'qlar bor. Yo'q, tadbirkor borki, u biladi. Yo'q, endi siz katta tadbirkorlar haqida gapiryapsiz, kichkina tadbirkorlar bilmayman men bu narsani deydi. Yo'q, biladi. U aytib o'tdimi, u tinch yursam bo'lgani deydi, boyagi kassa apparatda ishlatmaydi. Vaholanki u biladi, uni majburiyati borligini o'sha ro'yxatdan o'tish vaqtidan boshlab tushuntiriladi. Kassa apparat olib ishlatilishing kerak deb. Bu nimani oqibati? Bu yashirin iqtisodiyotni boshlansa shu yerdan boshlanadi. U tovar aylanmani yashiradi. Tovar aylanmada bu o'z-o'zidan tabiiyki, qanchalik tovar aylanma ko'p bo'lsa, foiz prosent miqdorida soliq to'lashiga to'g'ri keladi. Shunga u tovar aylanmasini yashirishga harakat qiladi. Tovar aylanma qanaqa yashiriladi? Kassa apparatga chek urmasa agar bo'ldi, u yashirish hisoblanadi. Agar kassa apparatga onlayn kassa apparatga ursa, u to'g'ridan-to'g'ri bizlarda soliq ma'lumotlar bazasida tovar aylanma sifatida shakllanadi. Hop, 1-apreldan nazorat boshlandi dedingiz, keling, o'sha qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkorlar, uddaburonlar deylik, o'shalarga ma'lumot sifatida agarda siz aytayotgan, hozir nazorat tutgan qonunga zarar keltiruvchi, soliqqa zarar keltiruvchi holat yuzasidan mabodo sizlar nazoratga tushsa, qaysi darajada, qaysi miqdorga qadar jarima to'lashadi? Bu xuddi anaqa sayyor soliq tekshiruvida kassa apparat bo'yicha birinchi marta tushsa yoki 1 yil davomida ikkinchi marta tushsa, xuddi shu tartib joriy qilingan. Soliq kodeksi belgilab o'tilgan. Ya'ni endi hozir bitta farqli jihati, mahalla soliq inspektorlariga ham tekshirish huquqi berildi. Ya'ni ularni attestatsiyadan o'tkazib tekshirish huquqi berildi ularga. 7lik ichidagi. 7lik ichidagi. Endi ular nima qiladi? Oldingidagi borib rasmiyatchilik qilib, qog'oz, xat, hujjat qilib o'tirmaydi. Hozir yengil variant yaratildi. Ya'ni soliq mobil ilova orqali. O'sha mobilka orqali shunday boradi, tadbirkorlik subyekti noqonuniy faoliyat yuritish holatini aniqladimi, kassa apparat urish
holatini aniqladi, urmaslik holatini yoki ishchi xodimlarni yashirish yoki mana uchinchisi ana 4 ta yo'nalish dedim. Uchinchisi yerlardan noqonuniy foydalanish, to'rtinchisi bu qazilma boyliklardan noqonuniy foydalanish. Misol uchun yer, tuproq, qum shag'al, karyerlar bo'yicha. Endi o'sha holatlar aniqladimi, soliq inspektor tomonidan birinchi marta prezidentimiz ham ta'kidlab o'tdi, birinchi marta xato qildimi, uni ogohlantir, birdaniga unga chora ko'rma. Jazo berma. Jazo berma, toki u o'zini epla olsin-da, aybini tan olib, xatosini to'g'rilasin degan ma'noda imkoniyat yaratib berildi. Xuddi shu imkoniyatdan foydalanib, bizanikilar shuni boradi, birinchi marta ogohlantirish beradi. Rasmiy ogohlantirish. O'sha mobilkasida tadbirkorlik subyektini rahbarni shaxsiy kabinetiga rasmiy ravishda ogohlantirish yuboradi. Sizda mana shu kuni mana shunaqa huquqbuzarlik qoidasi aniqlandi. Ushbu huquqbuzarlik holatini tez yaqin orada bartaraf etishingiz to'g'risida yoki sizga nisbatan tekshirish natijasida moliyaviy jarima qo'llash to'g'risida ogohlantiraman degan ma'noda ogohlantirish beradi. Keyin 3 kun davomida yoki kelgusi nazorat ko'riklari davomida agar ushbu holat bartaraf etilmagan bo'lsagina keyin уже boshlanadi sayyor soliq tekshiruvi. Sayyor soliq tekshiruvi ham o'sha joyda rahbari o'ziga yoki ishchi xodimlar bilan shu soliq mobil ilova orqali rasmiylashtiradi. Oldingidagi bundoq hujjatlashtirib o'tirmaydi. Hamma hujjat bo'ladi, faqat mobilka orqali. Hamma narsa elektron. Bu yoqda hech kim aralasha olmaydi. Уже ana 5 qo'l barobar emas, misol uchun qanaqadir yashirish holatlari bo'ladi yoki bir insongarchilik yuzasidan ko'z yumish. Endi unaqa narsa o'tmaydi. Hammasi mobilka orqali hammasini izi qoladi. Oddiy xalq tili bilan aytganimizda soliqlarni yashirgan yoki daromadlaridan yashirganlar va konvertda oylik beruvchilar ham, oylik oluvchilar ham bu halol emas degani demak. Shunaqa. To'g'rimi? Hop, yuqoridagi savolim yana hammanglarga ham bermoqchiman. Bizda shu konvertda beruvchilar ham, oluvchilar ham, shu yashiradiganlar ham huquqiy bilimlari to'liqmi? Bizda targ'ibot men nazarimda biroz oqsagan. Ya'ni hammaga bu ma'lumotni yetkazish yoki yetkazilishi qanday yo'llar tutilyapti bu yo'nalishda? Bizni kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirimizni shaxsan buyruqlari bilan biz muntazam ravishda endi hozir shaharda qurilish ishlari juda ham ko'p amalga oshirilayotgani sababli, demak qurilish tashkilotlarida, qurilish hududlarida muntazam ravishda monitoring ishlarini olib borish hamda qurilish tashkilotida, qurilish hududida ishlayotgan ishchi xodimlarni legallashtirish, ya'ni ular bilan ish beruvchi o'rtasida mehnat shartnomalari tuzilganmi, tuzilmaganmi masalasini ko'rib chiqish ishlari muntazam ravishda olib borilyapti. Biz qurilish hududiga kirganimizda demak bitta narsaga iqror bo'lamizki, hattoki mana qurilishni egasi ishchi xodimini shaxsan tanimaydi. Sababi quruvchi zakaz qiladi boshqa firmaga zakaz qilish natijasida demak o'sha qurilish jarayonida muntazam ravishda 2 ta, 3 ta, hattoki 10 ta, 15 taga yaqin firma ishtirok etib, даже firmalarda ishlaydigan ishchi xodimlar bir-birini tanimaydi. Ya'ni bu nimaga olib keladi? Bu o'sha bahs hosiga uchrash jarayonida demak ish beruvchi ishchini xodimni tanimasligi yoki bo'lmasa u bilan mehnat shartnomasi tuzilmaganligi jarayonida o'rtada kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Biz demak o'sha qurilish hududida ishlayotgan barcha ishchi xodimlarni yig'ib haftada bir marta, haftada 2 marta tumanlarga biriktirilgan inspektorlar bor, davlat mehnat huquqiy inspektorlari bor, davlat mehnat texnika inspektorlari bor. Haftada bir kun tanlanib yoki 2 haftada bir kun tanlanib o'sha o'zini hududida olib borilayotgan nafaqat qurilish tashkilotlari, balki boshqa sohada ishlayotgan tashkilotlarga ham to'g'ridan-to'g'ri kirib borib, muntazam ravishda mehnat va mehnat muhofazasiga oid bo'lgan huquqiy ishlarni, targ'ibot ishlarini muntazam ravishda amalga oshirib kelinyapti. Huquqiy tomonini aytadigan bo'lsak, prezidentimizni 2025-yil 17-yanvardagi 12-sonli qarorlari, ya'ni prezident farmonlari bor, 366, 6098. Bu ushbu farmon qonunchilik talablariga muvofiq 500 har yili 500 ming nafar norasmiy ishchilarni rasmiylashtirish bo'yicha
soliq organlari va kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligiga topshiriq ketgan. U yerda nafaqat soliq va kambag'allik qisqartirish barcha davlat korxonalariga ham o'zi ketadi. O'sha narsa hozir biz muntazam monitoring o'tkazib boryapmiz bu holat bo'yicha. Bitta holati bor. U yerda misol uchun o'sha to'lov masalasi hozir biz shu rasmiylashtirmaslik masalasini aytyapmiz. Har bir uni lokal hujjatda mana har bir korxonani o'zi ochilishida ustav bo'ladi, nizomda endi demakki o'sha narsa ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Uni bilmaslik darajasi o'sha ustavi endi eng qizig'i o'zligi ishlab chiqadida, buni ro'yxatdan o'tkazadi. Unda o'sha rasmiy ravishda ishga qabul qilish tartibi albatta u band qilib kiritilgan o'tga. O'zi ishlab chiqqan o'sha hujjatda, o'sha ustavida o'sha narsa belgilangan. Hozir biz bir tomonini ko'ramiz. Tadbirkor bilan gaplashganimda o'sha u aytibdi, uni nimasida tadbirkorlik faoliyatida ayollar ekan. Men 30 dan oshgan ayollarni ishga qabul qilaman. Sababi ishga kirgan ayollar misol uchun 2 oy 3 oy ishlab turib dekret masalasi bor. Homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqib ketadi. Undan keyin bola parvarishlash ta'tiliga 2 yilga ketadi. Men o'zimni yonimdan o'zimni daromadim hisobidan bu narsani yuritaman deydigan bo'lsam, misol uchun meni asosan aksariyat xodimlarim ayollardan iborat bo'lganligi sababli men uni rivojlantira olmayapman. Sababi to'lov masalalari bor, qonunchilikda belgilangan. Men uni rasmiy ravishda ishga qabul qildim degani uning uchun soliq to'lanadi. Bular aytganlaridek soliq to'lanadi. Soliq o'sha soliq ijtimoiy to'lovlari boshqa holatlardan ko'ra o'sha norasmiy ishga qabul qilib konvert usulida to'laganim menga ma'qulroq degan talabni aytuvdi. O'sha narsani bir surishtirganmiz o'zi. Nima sababdan norasmiy ishga olasan? Mana 2 ta odam deb ko'rsatgan ekansan. Soliq organlaridan 2 ta odamga to'lov qilayotgan ekansan. Endi to'lov eng kam o'sha belgilangan eng kam oylik ish haqidan kam emas, to'lab boradi, lekin xodimi o'zi 50 ta misol uchun 60 ta odam ishlaydi u yerda. Soliqda ko'rsatadigan nimasi hisobotda 2 ta odam. Rahbar va buxgalter. Albatta bunday muammolar ko'pincha endi o'z faoliyatini boshlayotganlarda, ayni yoshlarda, endi 16 yoshga kirib faoliyatini boshlayotganda ko'proq kuzatiladi, chunki ular tabiiyki o'zini huquqlarini bilmasligi mumkin yoki rasmiy ravishda faoliyat yuritish haqida hali ko'p tushunchalarga ega bo'lmasligi mumkin. Xuddi shunday ish beruvchilar ham yangi tadbirkorlarda bu aynan kichik biznesni boshlayotganlarda bunday muammolar uchrab turadi. Yana shunday qatlam borki, ba'zan bilishadi, huquqni bilishadi, atayin buzishlari mumkin. Bu aynan ba'zi holatlarda raqobatga chidolmaslik yoki raqobatlasha olmaslik holatida, ya'ni raqobat muhitida aynan soliqlarni to'lamagan holda boshqa raqobatchilarni yengib chiqish uchun. Endi bu bir vaqtni o'zida shaffof raqobat muhitini ham buzib qo'yadi, chunki rasmiy ravishda soliq to'layotganlar uchun bu zarar. Chunki ular soliq to'lamasligini hisobiga o'zlarining xizmatini arzonroqqa sotishlari mumkin yoki mahsulotlarini arzonroqqa ishlab chiqarishlari mumkin bo'ladi. Shu sababli shunday masalalar bor, ya'ni bu aynan boshlanish jarayonida ko'p kuzatiladi. Biz mana shunday teleshoularni boshqa kanallarda ham ko'rganimizda yoki bo'lmasam biror bir telekanalda teleshou desak, baqir-chaqir iborat, kimnidir yomon ko'rsatib, kimnidir yaxshi ko'rsatish bo'ladi. Keling, mana shu o'rinda bir savol berayki, tomoshabinlar ham, o'sha ish beruvchilar ham bilib olsin. Intizomli, tegi chizib aytaman. Intizomli soliq to'lovchilarga qandaydir imtiyozlar ham bormi? Soliq tarafdan qandaydir e'tibor bormi, e'tirof bormi? Shu haqida ham gapirib o'ting. Bor, bu soliq organlarida axborot tizimi joriy qilingan, ya'ni bu soliq to'lovchilarni reytingini, barqarorlik reytingini ta'sis etilgan prezidentimiz tashabbuslari bilan har yili ularga oldin misol uchun 57 ta mezon asosida baho berib kelingan bo'lsa, shu mezonlardan 34 tasi yashirin edi. Yashirin edi. Sababiki bu boshqa tadbirkorlik subyektlarini huquqiy manfaatlariga zarar yetkazmaslik maqsadida bu narsa yashirin edi. Endi shu narsa joriy qilindiki, o'sha yashirin degan, ya'ni sekret degan narsa olib tashlandi. Bugungi kunda 63 ta mezon asosida baholar, har bitta mezon ochiq. Misol uchun o'sha tadbirkor bilish kerak. Qaysi
mezon bo'yicha ball yig'ishi kerak, qaysi mezon bo'yicha nima edi ishni jonlantirish kerakligini tadbirkor his qilgan holda o'sha narsaga harakat qiladi. Yoshlar telekanali rostini ayting tok-shosida xayr salomat bo'ling.